Biz doim aytamiz, istixora shu Alloh taolodan xayr talab qilish degani. Qachon banda istixora qiladi, Alloh taolo menga yaxshilik bitadi, meni o'zimdan ko'ra yaxshiroq biladi, menga o'zimdan ko'ra mehribon degan aqidalar bo'lsa, shu aqidalarni asosida istixora qiladi. Lekin bir kishi istixora qilsa-yu, aytgan narsam albatta mana shuni qilaman baribir deb turib oladigan bo'lsa, istixora qilgandan keyin bosim o'tkazadigan bo'lsa, o'sha ishni bitkazishga masalan, unda istixorasi yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti shuki, sababni keltirib natijaga bosim bermaysiz. Bitta qizga uylanmoqchisiz. Sabab nima? Rag'batingizni izhor qilish, o'zingizni tanitishingiz bo'ldi. Bosim o'tkazib olish emas. Ammasiga aytib, amakisiga aytib, domlani o'rtaga solib, hokim o'rtaga solib yo'q. Siz shu qizga osovchi bo'ldingizmi, bo'ldi. Sabab shu. Ya'ni siz o'zingizni tanitdingiz va talabingizni, rag'batingizni izhor